Xodim bo'lib ishlashni tanlagan bo'lamadingiz yoki bo'lmasam biznes boshlab erkin muhitda ishlashni tanlagan bo'lamadingiz, erkin grafikda. Aynan mana shu savol atrofda juda ko'p insonlarni o'ylantiradi. Haqiqatan ham ishlovchiga qaraganda ish beruvchi atrofda kam va ish beruvchilari ko'proq inson intiladi. Men ham biznes boshlashni. Atrofda buning uchun imkoniyatlar ham juda ham ko'p. Kredit liniyalar, imkoniyatlar, bizneslar, startaplar, kimdir qildi-ku, mendan ota olmayman degan ichki ovoz ham har bitta insonni, har bitta xodimni xayolidan o'tadi. Aynan men ham mana shunday xayol bilan bir paytlari xodim bo'lib va bugungi kunda tadbirkor sifatida ishlab kelaman. Atrofda haqiqatan ham mana shunday yoshlar juda ham ko'p. Men birov uchun ishlamayman, o'zim ishimni boshlayman deb aynan korxonaga nisbatan, ish muhitiga nisbatan ichki qarshiliklar bilan qachongacha degan savol bilan juda ko'p inson yurgan bo'lishim va bugun aynan shu savollari men ham xodim sifatida ishlagan inson bo'lib, ham bugun korxonamda 200 dan ortiq xodimlarni ishlatib turgan tadbirkor sifatida men mana shu savolga javob berajak. Yaqinda bir Instagramda bir video ko'rib qoldim. Video quyidagi so'zlar bilan boshlangan. Men birov uchun ishlashni tanlamin, o'zim ish joyimdan bo'shadim va o'zimni biznesimni boshladim deb bitta startaper videosini boshlagan. Ya'ni u deyaptiki, men birov uchun ishlashni to'xtatdimdan o'zimni ishimni boshladim deb videosini boshlagan. Ertaga u kelajakda o'zim jamoasini aynan shu so'zlar bilan motivatsiya qila olmaydi. Men birov uchun ishlashni to'xtatib o'zimni ishimni boshladim deb. Chunki uni ham atrofida jamoasi aynan uni uchun, uni maqsadi uchun, korxonaning manfaati uchun ishlab kelayotgan bo'ladi. Va hech kim birov uchun ishlashni yoqtirmaydi. Aynan u so'zlar bilan kimnidir motivatsiya qilib bo'lmaydi. Demak, institutni tugatgandan keyin haqiqatan ham insonni yoshlarning oldida ikkita muhim savol bor. Men xodim bo'lib ishga giraymi? 2 million so'm, 3 million so'm oylik ishlayimmi yoki bo'lmasa mana bankdan kredit taklif etib turibdi yoki bo'lmasam dodamni, amakimni, kimnidir biznesi bor tayyor, o'sha biznesni men yuritaymi? Masalan, o'tgan yili institut bitiruvchilarini 1 milliard so'mgacha kredit liniyalar ochib berildi. Imtiyozli. Tasavvur qilyapsizmi? Hali tajribasi yo'q odam 1 milliard so'mlik kreditni olib qisqa muddatda qanday qilib biznes boshlab rivojlantirishi mumkin? Shundan gap chiqib, meni o'zimning shaxsiy fikrim bu savolga xodim bo'lib ishlashni tanlayman. Va bugungi videoda ham aynan nima uchun xodim bo'lib ishlash kerakligi haqida 7 ta sababini keltirib o'taman. Oldindan aytib o'taman, hurmatli kuzatuvchilar, bu sabablarni hech qanday sun'iy intellekt yordamida, internetda qaysidir manbalardan foydalangan holatda tuzib chiqqanim yo'q. Bu meni faqat shaxsiy tajribam va oxirgi 6 yilda va xodim sifatida ishlagan 10 yilda olgan tajribalarimdan gap chiqqan fikrlar. Hech qanday sun'iy intellekt aralashmagan va buni ham menimcha sizlar qadrlisizlar deb o'ylayman. Chunki hozirgi kunda shaxsiy fikrni o'zi defizit bo'lib qoldi atrofda. Agar videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, videoni oxirida sizlarga PDF fayl tayyorlab qo'yibman. PDF faylni mazmuni, mohiyatini bilish uchun videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak. Demak, shaxsiy tavsiyamni boshlayman. Xodim bo'lib ishlash tarafdoriman. Nima uchun? Chunki birinchi sababi bilim bor, ammo tajriba yo'q. Xatolar bo'lishi aniq. Agar sizda hozir institutni bitirdim, tayyor biznes rejalar atrofda internetda tiqilib yotibdi. ChatGPT'ni o'zi ham nima qilish kerakligini sizlarga o'rgatadi, ammo hali sizda tajriba yo'q. Kitobda yozilgani boshqa, hayotdagi voqelik boshqa. Siz yashab turgan muhitda biznes boshlash jarayonida yo'l qo'yiladigan xatolar bor. Siz hali bosib o'tilmagan yo'ldasiz. Siz uchun buni hech kim bosib o'tmagan. Shuning uchun siz xatolar qilishingiz aniq va birinchi udarni o'zida, birinchi gayan xato, birinchi qiyinchilikni o'zida yiqilish ehtimoli bor. Chunki siz oldinda nimalar sizni kutib turganligini bilmaysiz. Mavhumlik juda ham yuqori darajada. Albatta, biznes risk, tavakkalchilik. 10-etajdan kimdir sakrab omon qolib turgan bo'lsa, siz ham sakrab omon qolasiz degani emas. 10-etajdan kimdir sakrab turgan bo'lsa, albatta uning orqasida parashyuti bo'lishi kerak. Shuning uchun ham u orqaga sakrab turgandir. Demak, kimdir sakrab turibdi-da, men ham sakrashim kerak ekanda biznes boshlasangiz, xatoga yo'l qo'yasiz. Uning orqasidagi parashyuti, uni bilimlari, tajribasi, ustozlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham meni birinchi tavsiyam nima uchun xodim bo'lib ishlash kerak? Bilimni olish uchun, tajribani olish uchun va boshqalar qilayotgan tizim faoliyatni o'z ko'zingiz bilan o'rganish uchun xodim bo'lib ishlash kerak. Ikkinchisi, jamoada ishlash bo'yicha tajriba yo'q, korporativlik yo'q. Biznesmen agar xodim bo'lib ishlamasdan biznesini boshlaydigan bo'lsa, unda jamoada ishlash bo'yicha tajribasi bo'lmaydi. Biznes bu qanaqadir tizimlar, korxona, metal ishlab chiqarish zavod emas, bu insonlar. Har qanday zavodni tagida ham u yerda inson ishlaydi, inson kapitali yotadi. Siz biznesmen sifatida, rahbar sifatida insonlar bilan ishlaysiz, robotlar bilan emas. Siz
buyruq berasiz, insonga buyruq berasiz. Va inson resursi, bu inson resursi faqat aqliy resurs emas. U yerda jismoniy, ruhiy, intellektual resurslar juda ham ko'p va siz jamoada ishlash bo'yicha tajribaga ega bo'lishingiz kerak. Ya'ni rahbar kim, o'rinbosar kim, zamdirektor kim, buxgalter kim, HR kim, marketing kim va siz aynan shu yerda korporativ muhitda bo'lishingiz lozim. Ertaga siz ham biznes ochgan paytingizda ana shu korporativ muhitni o'z korxonangizda yarata olishingiz uchun ham siz bu muhit aynan qanday bo'lishini o'zingiz xodim sifatida his qila olishingiz kerak. Uchinchidan, hujjatlar bilan ishlash bo'yicha malakaga ega bo'lmaydi agar biznesni xodim sifatida boshlamagan tadbirkor. Chunki siz biror bir joyga xodim sifatida boradigan bo'lsangiz, albatta sizni dokumentalniy ish oladilar. Shartnoma tuzadilar, mehnat shartnomasi tuzadilar. Sizni pensiya to'lash uchun nalog bilan ishlashingizga to'g'ri keladi. Siz ish yo'riqnomalar bilan, korporativ madaniyat bilan tanishasiz va korxonaga kirganingizdan keyin ichki hujjatlar bilan tanishasiz va shu orqali ishxonada qanday ishlash kerak, qanday tartiblarga rioya qilish kerak, nima mumkin emasligini o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz va siz bu narsa korxonaga kirganingizdan keyin ustoz shogird an'anasi orqali sizni adaptatsiya davringiz davomida kimdir biriktirib qo'yib o'rgatadilar. Shuning uchun ham hujjatlar bilan ishlash sizni korxonaga kirganingizdan keyin birinchi qiladigan ishingiz bo'ladi. Ya'ni korxona nima o'zi, brend nima, korxonani mahsuloti nima, ishlab chiqarish nima, shu narsalarni birinchi navbatda sizga o'rgatishadi. Keyingisi, to'rtinchisi, bir sohani ichiga chuqur kirsangiz, shu orqali boshqa sohalarga ham baho bera olasiz. Ya'ni siz xodim sifatida faoliyat turingiz ta'lim sohasidami, ishlab chiqarish sohasimi, bitta sohaning ichiga kirsangiz, albatta korxonaning ichida turli xil lavozimdagi xodimlar bilan to'g'ridan to'g'ri yoki bilvosita ishlaysiz. Ya'ni kimdir orqali kimgadir bo'ysunasiz, moliya orqali marketing orqali sotuvga bo'layotgan ta'sir doirani sezishingiz oson bo'ladi. Va shu orqali bitta sohada ishlab chiqarishda, ta'limda siz xodim sifatida ishlasangiz, shu ishlagan olgan tajribangiz orqali boshqa sohalarga ham shu faoliyat yo'nalishi orqali baho bera olasiz. 5-tavsiya. Xodim sifatida ko'p ishni o'zi bajargani uchun rahbarlar xatolarni va mijoz og'riqlarini yaxshi tushunadi. Demak, siz bir korxonada xodim sifatida ishlasangiz, odatda rahbar nimada xato yo'l qo'yib turibdi? Mijozlar bilan ishlashda va mijozlar korxonadan nima kutib turganligini pryamoy o'zingiz bilasiz. Hech qanday o'rtangizda devor bo'lmaydi. Agar siz biznes boshlasangiz, katta ehtimol bilan birovlarning qo'li bilan biznesni boshqarasiz. Marketolog yollaysiz, sotuv menejerlarini yollaysiz, ishlab chiqarish bo'yicha mutaxassislarni yollaysiz. Mijozlar bilan ham pryamoy gaplashmaysiz, call center qo'yasiz. Mijozlar bilan gaplashadigan xodim qo'yasiz va shu orqali siz mijozlar talabini o'rganishda o'rtadagi uzilishni, nerda uzilish bo'lib turganligini bilmaysiz. Ya'ni biznes bu talabga nisbatan taklif berish, mijozlar talabini o'rganish va ularga taklif berish va shu orqali biznes faoliyatini yo'lga qo'yadi. Agar siz xodim sifatida ishni boshlasangiz, aynan mana shu talabni bilasiz va rahbar aynan qayerda xato qilayotganligini bilasiz va aynan o'zingiz rahbarlik qilganingizda biznes boshlanadi. Ana shu xatolarni qilmaslikka harakat qilasiz. Keyingisi, 6-sababi mas'uliyat, intizom, sabrli bo'lish va jamoada o'z rolini ega bo'lish. 9 dan 6 gacha ishlash bu mas'uliyatli bo'lishni, har kuni ishlash bu intizomli bo'lishni, oylikni bir oyda bir marta oylik olish bu sabrli bo'lishni o'rgatadi. Siz rahbar bo'lganingizdan keyin xodimlarim borku, 11 da gasaman bo'ladi, 2 da gasaman bo'ladi degan vaziyat bo'lishi mumkin. Intizom, xodimlarim ishlab turibdi-ku, men har kun borishim kerakmi o'zi, kerak emasmi? Kimdir topshiriq bergandan keyin uni nazorat qilisham, nimadir topshiriq berisham. Sabrli bo'lish degani pulga nisbatan rahbar bo'lish, biznes egasi bo'lish degani kassaga tushgan hamma pulni egasi bo'lish degani emas. Xodimlar bir oyda bir marta pul olib turgan yerda rahbarlar kerak bo'lsa, bir oyda bir marta, 2 oyda bir marta yoki bo'lmasa 1 yilda bir marta dividend oladigan vaziyatlar bo'lishi mumkin korxonadan. Shuning uchun ham xodim bo'lib ishlash, rahbar bo'lib ishlashga qaraganda sabrliroq va mas'uliyatliroq, intizomliroq deb o'ylayman. Va jamoada roli bo'lish degani 6-punktda bu ham umumiy bir tizimni bitta bo'lagi bo'lish va shu bo'lak orqali yakuniy natijaga ta'sir qilish. Rahbar bo'lgandan keyin natija hosil bo'lishini kutamiz biz. Aynan shu natijaga nima ta'sir qilishini esa xodimlarning qo'li bilan qilganimiz uchun vazifasini to'g'ri belgilab, ular rolini to'g'ri belgilash kerak bo'ladi. 7-yakuniy sabab. Xodim bo'lib ishlabgina xodimlarning dardini yaxshiroq bilasan.
Agar birdaniga rahbar bo'lib qolib, faqat buyruq berish meni vazifam desang, adashasan. Xodim bo'lib ishlabgina xodimlarning dardini yaxshiroq bilasan degan. Masalan, men o'zim 10 yil davomida xodim bo'lganman, 5 ta 6 ta tashkilotda ishlaganman. Juda ko'p rahbarlarni ko'rganman. Hatto bitta ishxonada rahbarim menga onadan so'kkan uchun ishdan ketganman. Men qadrli, shunday zo'r xodim bo'lman, lekin rahbarimning og'zi, men shunday og'zi nima deymiz, og'zi yomon bo'lganlik uchun xodimlar shunday baqirib, vazifani bajarishni talab qilib, onadan so'kkan uchun ishdan ketganman. Va bitta korxonamda korxona zo'r edi, oyligi yaxshi edi, lekin obed puli yo'q edi. Obed tashkillashtirilmagan edi. Men o'zim oyda bir marta oyligimni olaman va oyligimni olgandan keyin uyga boraman. Meni yonimda har doim yo'l puli bo'lar edi, obed puli kamdan kam bo'lar edi. 9 dan 6 gacha shunday gullab bo'lar edi, obedlanmasdan ishlagan vaziyatlarim bo'lar edi. Demoqchi bo'lganim, xodim bo'lib ishlaganim uchun hozirgi kunda mana 200 dan ortiq xodimlar bizning korxonamizda ishlasa, aynan 9 dan 6 gacha ishlaydigan xodimlar uchun bizning korxonamizda obed pishadi. Mana oxirgi 5 yildan buyon 6 yildan buyon faoliyatimizni yuritayotgan bo'lsak, oxirgi 5 yildan buyon xodimlar uchun obed ishxona hisobidan bepul. Shu kungacha bir oy bo'lsa ham mana shu narsani to'xtatmasdan, bu ham xodimlar bu nima narsani men o'ylayman qadrlaydi. Bunaqa ishxonani, bunaqa ish sharoitini qadrlaydi. Oyda bir marta oyligini oladi, boshqa narsaga xarajatini qiladi. Zato ustozlar aytadi, bepul ishlatsang ham och ishlatma deganlar. Shu nuqtai nazardan meni o'zim ham ishxonada xodimlar tarafdan rahbariyatga nisbatan nima kutib borligini bilganim uchun o'zimni korxonamdan shunday madaniyatni hosil qilishga harakat qilganman. Va bu 7 ta sabab nima uchun biznes boshlamasdan avval xodim bo'lib ishlash bo'yicha meni shaxsiy fikrim edi. E'tibor etinglar. Yakuniy fikrlarim, biznes boshlash xodim bo'lib ishlashga qaraganda osonroq. Xodim bo'lib ishlash qiyinroq deb o'ylayman. Chunki biznes boshlash o'ta oson. 400 ming so'm bilan MCJ ochasiz, bankdan bepul hisob raqam ochasiz, internetdan ChatGPT qayerdan tovar olasiz, qanday bo'ladi, bu narsalarni bilish oson, hisob kitoblarni qilish oson, lekin uni bajarish qiyin. Xodimlar bilan ishlash qiyin. G'oyani, loyiha ko'rinishini olib kelish oson, lekin shu loyihani amalga oshirish qiyin. Siz hech qachon tadbirkor sifatida o'zingizni qo'lingiz bilan hech narsani qilmaysiz. Albatta siz biror bir narsaga, natijaga erishish uchun atrofingizda jamoa va shu jamoa bilan ishlash bo'yicha sizda malaka, tajriba, prinsip va qadriyatlar bo'lishi kerak. Ustozlarim menga o'rgatgan rahbarning 2 ta vazifasi bor. Birinchisi qayerga va nima uchun borishni ko'rsatish, ikkinchisi o'sha yo'lga kimlar bilan borishni aniqlash. Yana boshqatdan aytaman. Siz tadbirkor sifatida rahbarlikni tanladingizmi? O'zingizni biznesingizda biznes egalik qilib, shunda direktor sifatida, rahbar sifatida boshlang'ich 2-3 yilda ishlasangiz, 2 ta vazifa bor. Birinchisi qayerga va nima uchun borishni bilishingiz va shuni boshqalarga ko'rsatishingiz kerak. Ikkinchisi o'sha joyga kimlar bilan borishingizni aniqlashingiz kerak. Ya'ni siz yolg'iz bu maqsadlaringizga erisha olmaysiz. Atrofingizda albatta o'zingizni qadriyatlaringizga mos, o'zingizni jamoangizni yig'ishingizga to'g'ri keladi. Va shuning uchun ham agar siz xodim sifatida ishlasangiz, jamoa a'zolarini ham yig'sangiz, xodim sifatida emas, hamkor, shu maqsadga erisha oladigan sherik sifatida ko'rishni boshlaysiz kelajakda. 7 ta sababni aytganimdan keyin ham yo'q, men xodim sifatida ishlamayman, 2 million so'm oylik ishlamayman yoki bo'lmasa 2-3 yil davomida men bepul ishlamayman hech yerda degan fikr sizda paydo bo'lib turgan bo'lsa, sizlar uchun ham video boshida aytgan PDF faylim bor. Aynan bu PDF faylda biznes boshlashdan oldin o'zingga beradigan 10 ta savolni men yozib qo'yibman. PDF faylni Telegramdagi shaxsiy blogimga men yuklab qo'yganman. PDF faylni ochib, aynan mana shu 10 ta savolni o'qib, 10 ta savoldan 4 tasiga agar siz ha deb javob bersangiz, siz hali xodim bosqichidasiz. Agar 10 ta savoldan 5 tasiga yo 7 tasiga ha deb savol javob bersangiz, endi siz tadbirkorlik etapini o'tayapsiz. Agar 10 ta savoldan 10 tasiga ham ha degan bo'lsangiz, siz уже biznes egasi etapidasiz. Aynan shu 10 ta savoldan 10 tasiga ha bo'lmaguncha siz xodim sifatida ishlashingizni men tavsiya qilaman. Agar sizlarga video foydali bo'lgan bo'lsa,
Yana bir bor aytaman, kanalga obuna bo'linglar. Bu yerda aytilgan fikrlar, qarama-qarshi fikrlar bo'lishi albatta tabiiy. Agar sizlarda nimadir meni fikrlarimga qarshi fikr bo'ladigan bo'lsa, men hammasini hurmat qilaman. Kommentariyada savollaringiz bo'lsa yozib qoldirsangizlar, meni o'zim o'qib, shaxsan javob berishga harakat qilaman. Keyingi videolarda aynan nima mavzularni ko'tarishimizni xohlasangiz, agar shu mavzularni ham yozib qoldirsangiz, jamoa a'zolarimiz bilan birgalikda ushbu mavzularni ham tayyorgarlik ko'ramiz. PDF faylning linki videoni opisiyaniyasida qoldirilgan. Shu kanalga o'tib turib, PDF faylini yuklab olishlaringiz mumkin. Videodagi ovoz bu ofisimizdagi to'tiqushlarning ovozi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar.